Novostroykadan yangi remont bo'lgan 3 xonali kvartirani sotuvga qo'yilgan 70 metr kvadrat. Novostroyka 5 etajli xonadonimiz 3-etajda joylashgan. Eshidan kirishingiz bilan shunaqa uzun chiroyli prixoshkamiz kutib oladi. Alohida joylashgan ikkita sanuzullari bor. O'ng tomonda oshxonamiz, o'zini kufrli mebellar bilan joylashtirilgan, kachol uchun joylari bor va har bitta xonada radiator uchun montajlari tashlab o'tib ketilgan. O'ng tomondagi birinchi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan xonamiz. Uni oldida yana bitta xona bor. Xohish va istaklarga ko'ra yotoqxona yoki mehmonxona qilib foydalansangiz bo'ladi. Remontlarga ham bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Biz bilan qilingan remont faqat mana shu remontga moslab bitta chiroyli jihoz qilsangiz, xonadon bundan ham yana chiroyli ochiladi. 3-xonamiz mehmonxonamiz joylashtirilgan. Bu xonamizni remontlariga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Aniq manzili bilan lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, 5-Amiklion, Qala stadionining yon tomoni yoki Transbankning orqasida joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, 42500 yana barakasiga kamaytirib beriladi. Ma'lumot uchun nomerlarni har doimgidek video napishangiz yozib qoldiramiz.